Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 19-oktyabr 2025-yil, yakshanba kuni. Mana hozirgi tanamning ko'rinishi. Mana shunday hozir ko'rinishda 365 kun davomida muntazam sport bilan shug'ullanib, qanday o'zgarishga ega bo'lishimni ko'rsatib o'taman batafsil. Bu oldi tarafdan ko'rinishi. Qornim ko'rib turganlaringizdek bor. Jiram normalniy. Qorin bor. Mana. Buni esa yo'qotish kerak. Buni orqa tarafdan ko'r. Buni orqa tarafdan ko'rinish. Har kuni sizlarga har hafta tanamdagi o'zgarishlarni ko'rsatib, muntazam ravishda tanishtirib boraman. Hammalaringizga kuzatganlaringiz uchun rahmat. Kuzatishda davom etinglar.